Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum Chus Master obunachilari. Qurilish bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun Chus Master seximizdan qisqacha video qilishga harakat qildik. Kanalimizga yangi bo'lsangiz bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Qani biz ketdik. Ishlab chiqarilayotgan joyidan birinchi qo'ldan olsam, arzon va sifatli bo'ladi degan akalarimiz uchun bu video. Xudo xolasa Chus Master yurtdoshlarimiz uchun juda zo'r yangiliklar va narxlarni ham chiroyli holatda qilib beryapmiz. Eng zo'r joyi O'zbekiston 12 ta viloyatga yetkazib beramiz. Tekin, dastavkasi tekin. Xo'p, mishalkalarimizga kelsak, mishalkalarimiz 0.25 kub bo'ladi. Ikki tomonlama hozir zo'r ketayotgani O'zbekiston alisida zo'r ketayotgan mishalkamiz 0.25 kub bo'ladi. Buni eng zo'r joyi bir tarafdan loy qilib, bemalol bir tarafdan loy qilasiz va ikkinchi tarafga to'kishingiz mumkin. Xohlasangiz bu tarafdan loy qilasiz, chap tarafdan loy qilib o'ng tarafga to'kishingiz mumkin. Bular materiallari konteyner materiallardan bo'ladi. Ramalari ham konteyner material bo'ladi. Listlar, ya'ni qozon qismi konteyner listdan qilingan bo'ladi. Konteynerning orqa listi. Chunki ayrim yurtdoshlarimiz tushunishadi. Konteyner orqa listi qalin bo'ladi. O'sha uchun konteynerning orqa listidan qilamiz. Xudo xolasa hamma yog'i rezbali bo'ladi. Qayda pachinigi bo'lsa mishalkamizda hammasi rezbali bo'ladi. Rezbali bo'ladi. Bir kishi bemalol ana yerdan tortib yursa bo'laveradi. Bemalol bir kishi tortib yursa bo'laveradi. G'ildiraklari bor, g'ildiraklari bor. Xo'p, bularning narxlariga kelsak, 2 kilovatlik alyumin admotga motor qo'yilgani 3.600.000 so'm. 3 kilovatlik alyumin motor qo'yilgani 3.700.000 so'm va 2 kilovat mis admotkali motor qo'yilganlarimiz 3.800.000 so'm. 3 kilovatlik mis qo'yilganimiz 3.900.000 so'm. O'zbekistonni xohlagan joyingizga dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa Fazakun. Dastavkasini gapirdik, lekin garantiyasi haqida gapirmadik. Chus Masterdan har bir xarid qilgan mahsulotimiz uchun goh mishalka oling, goh universal drabilka oling. Motorlariga 2 oy kafolat beramiz. Motorlari hammasi yangi bo'ladi. Hozir bular hammasi Xorazm shahriga, Begzod og'amizga tayyorlangan. Hozir mana yuklaymiz, mashinamiz kelgan. Xudo xolasa yuklaymiz. Motorlari hammasi 3 kilovatlik alyumin admotka va mis admotkali motorlardan qo'yilgan. Chus Masterdan, chetdan Chusdan vohaga, Chusdan mishalkalarimiz, drabilkalarimiz boradi-yu, bitta Chusdan nima sovg'ang bor deyishuvdi. Chus Masterdan o'sha mashhur Chus pichoqlaridan har bir xarid qilgan mahsulot uchun bittaga bitta qo'shib beramiz. Bugundan boshlab mana qo'shib beramiz. O'z brendimiz ostida ishlab chiqarilayotgan pichoqlardan sovg'a sifatida beramiz. Bu bonus emas, sovg'a sifatida beramiz. Xudo xolasa mana endi hozir bitta yuklaymiz, hamma zakazlarimizni yuklaymiz. Bu tarafda krasiya qilish jarayoni, mana Mirzabek ukamiz krasiya qilyaptilar. Mana ketdik. Endi bular krasiya qilingan holat bo'lgan. Mana krasiya qilinmagan holatini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa konteyner profillardan qilingan, qozonlari esa o'sha konteyner listidan qilingan. Qayda pachiniklari bo'lsa, hammasi boltka akali qilingan, bemalol yechib almashtirsangiz bo'laveradi. G'ildiraklari ham hammasi rezbali bo'lgan, bemalol almashtirib ishlatsangiz bo'laveradi. Mana hozir bu tarafda krasiya qilish jarayoni. Bularga 2 kilovatlik mis admotkalik motorlar qo'yilgan. Hozir hammasiga. Xo'p, to'kim past, nimani maslahat berasizlar degan akalarimiz uchun toklari past bo'lsa, alyumin admotkali motorlarni tavsiya qilamiz. Chunki alyumin past tokda ham, past kuchlanishda ham zo'r holatda ishlaydi. O'shaning uchun alyumin admotkali xohlasangiz 2 kilovat oling, xohlasangiz 3 oling, 170 tokkacha xotirjam ishlab beradi. Lekin mis admotkali motorlarimiz oldindan o'sha mis motor bo'lgan motorlarimiz endi hozir Xitoy rivojlangani, zamon rivojlangani hisobiga hozir alyumin admotkali motorlarimiz ham juda ham ko'p. Chunki yaxshiligi alyuminni o'sha past tokda ham zo'r ishlashli. Hech kim bitta narsa olaman desa o'ylamagan holatda hozir olishyapti. O'shaning uchun mana mis motorlarimiz, lekin tok zo'r bo'lsa tavsiya qilamiz mis motorlarga. Motorlarimizda hammasida voltmetrlari bor, tokni ko'rsatib turadi, voltmetrlari bor, bemalol ishlatsalar bo'laveradi. Toklari 200 dan past bo'lsa, mis admotkani tavsiya qilmaymiz.
alyumin olganlari yaxshiroq, chunki kuchlanishsiz chiroyli holatda ishlaydi. Miski to'klari zo'r bo'lsa, misni tavsiya qilamiz. Quvvatlari bir xil bo'ladi. Tushunmaydigan yurtdoshlarimiz uchun mis motori ham, alyumin admotkali motori ham quvvati bir xil bo'ladi. Xohlasangiz 2 kilovatlik, xohlasangiz 3 kilovatlik bo'ladi. Prosta bittalik tarafi o'sha to'kingizni hisobini olgan holatda tanlasangiz bo'laveradi. Narxida 100 ming so'm, 200 ming so'm motori razitsasida farq qiladi xolos. Qolgan joyda farqi yo'q. Xudo xolasa mana tayyor bular. Hozir yuklashni boshlaymiz. Yuklash jarayoni ham olib boramiz. Xohlasizlar bu 0.25 kub. Xohlasizlar 0.33 kubligimiz ham bor. Mana 0.33 kubimizda Buxorolik akamizga tayyorlayapmiz. Xudo xolasa buni mana kraska sepyapmiz. Hozir bularni ham yuklaveramiz. Kimgadir universal drabelkalar kerak bo'lsa ham Chus Masterda mana universal drabelkalarimiz ham bor. Chusni pichog'i zo'r bo'ladi va Chus Masterda drabelkalarining ham pichoqlari xudo xolasa juda ham zo'r. Xo'p, nimamiz qoldi? Endi sekin obzor qilib ketaveramizda. Mana bitta universal drabelkalarimizning tayyor holatlari. Tayyor holatlari. Bu vakuumlik universal drabelkamiz. Sho'li Pohol, o'sha uyali Xorazmli akalarimiz uchun, chunki Xorazmni yuklayapmiz-ku. Xorazmli akalarimiz uchun Sho'li Pohol deysizmi, somon deysizmi, o'sha poya, yeroq poya, nima hashay molingiz nimani yesa maydalab beradi. Eng zo'r joyi bu vakuumli drabelkamizda tepaga umuman chang chiqarmaydi. Chang chiqarmaydi. Endi hozir universal drabelkamizga bonus sifatida bitta chang chiqarmaydigan palatka ham qo'shib beryapmiz. Uni videomizga qo'shib ketamiz, xudo xolasa. Chang chiqarmaydigan palatka ham qo'shib beryapmiz. Umuman hashak maydalasangiz 1 gram changni ko'rmaysiz. Xudo xolasa. Mana bu domaloq alisi, o'sha 2025 ga Chus Masterda zo'r ketayotgan o'sha domaloq universal drabelkamiz. Buni diametrlari ham katta bo'lgan, hali naval hashakka zo'r ishlaydi. Ham bo'ylari ham baland bo'lgan. Yosh bolalari qo'li yetib bormaydi pichoqqa, qo'li yetib bormaydi. Chus Masterda xohlasangiz mahaviylik, xohlasangiz o'zimizning Chus Master pichoqlaridan 28 ta va 30 talik pichoqlari bilan bo'ladi universal drabelkamiz. Kimgadir kerak bo'lsa, mana hozir nomer qoldirib ketamiz, bemalol aloqa chiqishlaring. Universal drabelkamizni ham, mishalkalarimizni ham O'zbekistonning 12 ta viloyatiga, ya'ni xonadoningizgacha dastavkasi mutlaq tekin yetkazib beramiz. Uyingizga olib borib, ishlatib berib, xudo xolasa kelinadi. Xudo xolasa yuklash jarayonini ham boshlab oldik. Akalarimiz xudo xolasa boshladilar. Hammasi tayyor holatda chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz. Kimgadir kerak bo'lsa, o'sha Xorazm shahri Xivada ham filiallarimiz bor, bemalol aloqa chiqishlaring, borib olishlaring mumkin. Narxida ham ozgina farq qilinadi. Chunki biz bugun qo'yilgan narxlar, o'zimiz ishlab chiqarayotgan seximizning narxlari yerga borgandan keyin ozgina yo'l kiralari qo'shiladi. Shuni hisobiga olgan holatda ozgina narxlar qo'shiladi. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Chus Master chiroyli mahsulotlarni xalqimizga yetkazib berishdan xudo xolasa to'xtamaymiz. Bitta videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, qidirib yurgan akalarimizga tashlab qo'yasiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat, olganga ham, sotganga ham Alloh rozi bo'lsin. Chus Master.